Bugungi darsimizda Fibonacci'ni to'liq o'zimiz strategiyaga mos ishlatishni ko'rib chiqamiz. Xullas, bizga kerak bo'ladi asosan trendni aniqlab olishimiz kerak. Birinchi o'rinda bu joyda narx ko'tarilyapti, pastga tushib, o'zidan oldingi maksimumni urib o'tyapti. Xuddi shunaqa vaziyat bizga kerak bo'ladi asosan. Bizda maksimumlar bor, bizda minimumlar bor. Keyin bozor bu maksimumni yorib o'tgandan keyin biz minimumdan maksimumga Fibonacci'ni totib ko'ramiz. Buni totganimizda bizga kirishimiz uchun beradigan entry zona 0.75-0.786 zonasi bo'ladi. Bu joydan bitta buyga entry qilamiz. Stop xohlasak minimumga qo'yamiz, xohlasak minimumni pastrog'iga. Men asosan minimumga qo'yib qo'yaman. Take profitimiz bu maksimumda turadi. Keyin betga limitlarimizni joylaganimizdan keyin bozorni yurishini kutib, agar narx pastga tushib turib shu joyga kelsa, biz buylarimizni ochamiz, stop loss betga qo'yiladi, take profit betga qo'yiladi, keyin kutamiz. Narxni ko'tarib borib take profitimizni urishini. Keyin yana xuddi shunaqa bo'lib davom etib ketaveradi. Narx ko'tarilib qayergadir yetib borgandan keyin orqaga korreksiya qilishni boshlasa, bizda maksimum yorib o'tilgan bo'ladi, yangi maksimum betda bo'ladi, yangi minimum betda bo'ladi. Yana minimumdan maksimumga totamiz. Totganimizdan keyin bizda entry uchun zona mana shu 0.75-0.786 zonasi bo'lib turibdi. Shu joydan biz buyga entry qilamiz va kutamiz bozorni bizning limitlarimizni olishini. Bozor yana agar shu urovgacha yetib keladigan bo'lsa buy kiramiz, stop loss qo'yamiz, take profit qo'yamiz, keyin bozorni kutamiz nima qilishini. Shunaqa bo'lib davom etib ketishi kerak. Bu ko'tariluvchi trend uchun bizda ko'tariluvchi trenddan tashqari tushuvchi trend ham mavjud. Bu joyda bizda xuddi shuni teskarisi bo'ladi. Bizda bozor pastga tushib, minimum yaratib turib, tepaga chiqib, maksimum yaratib, pastga tushib o'zini minimumini urib o'tgandan keyin biz narxni orqaga sal korreksiya berishini kutamiz. Shu joyda bizda maksimum bor, minimum bor. Biz endi Fibonacci'ni maksimumdan minimumga totamiz. Totganimizda bizga entry uchun mana shu 0.75-0.786 zonasi kerak bo'ladi. Bu joydan bitta entry qilamiz. Sell uchun stop loss maksimumda, take profit minimumga qo'yamiz. Keyin esa bozorni kutamiz. Narx ko'tarilib biz limitimizni olgandan keyin stop loss qo'yilgan, take profit qo'yilgan. Bozorda endi yurib berishini kutib, shunaqa joyda ishlab olsak bo'ladi. Va shunaqa davom etib ketadi narx. Pastga tushib, yana ozgina ko'tarilib, bu maksimumdan minimumga yana bitta Fibonacci totib, ishlab bir-biriga ulab ketsak bo'laveradi. Qachonki narx maksimumni yorib o'tmagunigacha. Bizda endi o'suvchi trend paytida minimumdan maksimumga tortiladi deb yozib qo'yganman. Bir pastda bo'ladi, 0 tepada bo'ladi. Bu mana bir pastda turibdi, 0 tepada turibdi mana. Minimumdan maksimumga tortilyapti turganda bizda mana shu entry zonani ko'rsatyapti. Bu xuddi shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Endi maksimumdan minimumga tortilyapti. Bu joyda mana bu maksimum, bu minimum. Internet ishlamay qoldi. Davom etamiz. Yozib qo'yilgan. Maksimumdan minimumga tortiladi. Bir tepada bo'ladi, 0 pastda bo'ladi. Biz entryimiz uchun zona 0.75-0.786. Endi buni nastroykasi mana bu joyda ko'rishimiz mumkin. Qolgan hamma yoqilgan mana raqamlarni o'chirib bizga mana shu keraklilarni yoqib qo'yamiz va mana shu holatda ishlasak bo'laveradi. Endi bunga bizga bozorda real grafikda ko'radigan bo'lsak, bizda mana bu joyda bozor o'zidan oldingi maksimumini buzib o'tgan. Bizda minimum bor, maksimum bor. Endi narx orqaga qarab korreksiya beryapti turgan paytda biz minimumdan maksimumga totamiz. Totib turib bizni buy uchun kiradigan zonamiz mana bu joy bo'ladi. Xo'sh. Bu joydan bitta entry qilamiz. Take profit maksimumda, stop lossimiz minimumda. Bozorda ko'radigan bo'lsak, bizda take profitni oyab turganini ko'rishimiz mumkin. Yana bu joyda ham ko'radigan bo'lsak, bizda minimum urilyapti. Mana bizda maksimum bor tepada. Mana bu maksimum. Bu joy minimum endi. Endi bu joyda biz Fibonacci'ni maksimumdan minimumga totamiz. Biz kirishimiz uchun zona 0.75-0.786 shu joydan sellga bitim ochamiz. Stop lossni bu maksimumga qo'yamiz, take profitni bu minimumga qo'yamiz. Bu yerda kirilgan stop bor, take profit bor, bozor take profitni olib beryapti. Bu joylarda mana narx o'zidan oldingi maksimumni buzib o'tyapti. Bizda yangi maksimum, yangi minimum bor. Xuddi shu joyda biz yana bitta Fibonacci'ni totamiz. Minimumdan maksimumga kirishimiz uchun mana shu 0.75-0.786 zonasi kerak bo'ladi. Bu joydan bitta buy. Stop loss minimumda, take profit maksimumda. Bu strategiyani
bir kunda bir marta xohlasalaring shu trendga qarab ishlasalaring bo'laveradi. Bu ishlagan joylari juda ko'p. O'zlaring bozorda topib, test qilib, bemalol ishlab ko'rsalaring bo'ladi. Любой parada, любой time frame'da ishlasa bo'ladigan strategiya. Boshqa parada US 30larda ham xuddi shunaqa vaziyat. Bizda minimum urilyapti. Bizda maksimum bor, yangi minimum bor. Narx orqaga qarab korreksiya berishni boshladi. Boshlagan paytda biz maksimumdan minimumga totamiz. Shu joyda kirishimiz uchun zona 0.75-0.786 bitta betdan sell bitini ochamiz. Stop loss maksimumda. Take profit bu minimumda. Shunaqa qilib bozorda o'zlaring test qilib ko'ringlar, ishlatib ko'ringlar. Любой parada aytgandek, любой time frame'da yaxshi tushunib olsalaring, ishlatib stabil daromad qilib yursa bo'laveradi. Bu joylarda bir xil payt kelmay ketib olishi ham mumkin. Ko'ramiz. Bu yerda kelgan ekan mana. Bizda maksimum urilgan, minimum bor, maksimum bor. Narx orqaga qarab qaytib kelyapti. Qaytib kelib turgan momentda biz sirazi minimumdan maksimumga Fibonacci'ni totganimizda entry uchun mana zonamiz turibdi, shu joyda bitta buy ochamiz. Stop loss bor, take profit bor. Qo'yamiz mana. Narx ketyapti. Xuddi shunaqa ishlaydi bu strategiya. Bu tillarda ger qiraqlarda ham mana xuddi shunaqa. Maksimum urilyapti, minimum bor, maksimum bor. Bu yerda kirganman. Mana minimumdan maksimumga totyapman. Kirishim uchun mana zonani beryapti menga. Bu yerdan bitta buy kiramiz. Stop lossni qo'yamiz minimumga, take profitni maksimumga qo'yib, xudo xohlasa shunaqa qilib ishlasak bo'laveradi. Aytgandek yaxshilab test qilib ko'rib, uni sinab, bemalol ishlatib foyda qilishlaring mumkin.